Assalamualaikum programımızın aziz görürmənləri, sizlər üçün xidmət qılıbatqan riyasətçi Ramila Hüsəndin həmalağa sığınışlıq salam. Teatrçılıq tariximizə nəzər saldığan bolsaq, Uyğur teatrçılığı taza güllab yaşayan 80 illər göz aldığımızğa kelidi. Muşu teatrlar içində Şinjan Sanat Yurti Opera Teatri 1985 yıl oynayan, Şahidin Göhri bilan Tursuncan Letip ssenarisini yazgan, ataqlıq rejissorimiz Mahmud Hamid rejissorluq qilgan tarixiy drama Çin modern naydı muhim o'rinda turdi. Programımızın ekran sahifasida biz muşu dramadagi asosli aktyorlar bilan suhbat olib bordik. Assalomu alaykum mehmonlar. Aleyküm esselam. Programımızga xush kelibsizlar. 85 yıl oynagan şu Çin modern dramasini hammamiz birlikda bir eslab baqsaq. Rahmet sizlarga Çin modern. Mal bakkan çağlarımda keşlengen çıraylık güller qarab özlerini körgəndək olum mən. Bu yağlıqның mı? Ötnüsünü yandırmam dep ağırımızla yeni. Kalon kız ya köndürgen taycığını minip neler oğlap sürüdükün tak? O oğlamdı, kılol oğlamdı, onu kim bilsin deyse kızlar. Benim kızlar, mollucu git. Mağdışıyım, muşenin altında rast mı? Bununla söz ketmeydi. Keçirsizler. Mana, seliştirip baksınlar. Bu okusun oğlur okşan diken. Van hocam, bek cevap getipti. Lekin ben bu kiperlerini ecel yetmezsin burun keymeyim. Rahmet. Keldi gazma, kızına deydiğen gep var. Eğer bu kiyimle Çimodan hanımның layıqıdı bulmasa, yani bunundan başka iyisi olur mu var? İhadet. Çin modern dramasida pak muhabbatning qurboni Batur qiz Çin modern obrazini yaratgan artist bo'lsa, Şinjan Muqam ansamblining pensioneri, ataqliq teatr artisti Muqam To'ypikari, xush ovoz naqshchi Gulbahor Amud. Gulbarada xush kelibsiz. Siz mushu dramada Çin modern, yani baş personaj rolini o'ynab ekansiz. Unda bo'lsa, mush dramani bir eslab o'tamsiz. Bo'ladi. Men shu ayni vaqtida menga Çin modern roli bölüngende, men sal özemge bir besim es qilgan. Endi nemishqa desiniz, bu mening burunqi o'ynagan rollarimdan nayt cho'ng farqliqda hamda obraz yaratishda. Bu Çin modern bo'lsa, mushu bir tog'liq rayonda cho'ng bo'lgan, o'zina aytdilik qaysar, turgun, aның dekin bir usti mergen emdi. Atkan oqyallarının her qandaq oqaq joyiga tegidi deymiz. Aның dekin şu qilishvozlik qilishdimi, xeli bir maharat, yuqur maharatga ega shundaq bir qaysar obraz. Onundan başqa bu nima Çin modernning özünün şu pak muhabbeti, merdan bo'lgan pak muhabbatini qo'g'dash yo'lida endi mayli cho'ng vanglarninki zibizinnat boyliq har xil usul chorlar bilan uni o'ziga qaratishga qat'iy bosh egmay, shu merdan bo'lgan pak muhabbatini yetish uchun endi hatto o'limdan qo'rqmaslikdek shundaq bir ruhga ega bir botir bir qiz, o'zining kiyinish, yurish turishlaridan tortib özgüçe bir xaslık var demdi. Ama şundaq bir obraz olğandan keyin men emdi özem turmuşdumu, özem nayt ondaq unçak turgun, unçak canlıq emas. Onun üstüge mening burun oynagan rollarımdımı, bundaq qilishvozlik yoki o'qiya etishdak qat'iy bundaq uchrab baxmagan, hem özem onun yenigimi kep baxmagan degandek. Ama şu jarayonda men qandaq qilaman deb jiq o'ylandim. Qandal olmuşsun şu rəhbərlik, rejissorlarning işinib şu rolunu bəgənken, men çoxum şu obrazning endi qandaq qilsam şu obrazni yaxshi yaratish uchun endi ko'proq tirishim kerak, izlanishim kerak deb o'zim buni iroda qildim. Endi uningdan sirt bək
köp tirishdim desem buldum. Muş qilishvozlik qilish jarayonlarida qarshi taraf sap erlarda qo'lim ba'zi kesilib ketadi, ba'zi qo'llarim qopirib ketadi. Bu o'qiya etishman unchalik oson emasga, shunchalik endi o'zimga talabni yuqori qo'yib, mush dam olish vaqtlarini tutib boshqalar bir qitim mashq qilsa, necha qitim o'zimga shundaq bir mashqlarni ipodim. Ko'p qon ter singdirdim. Endi bu jarayonda ustozimiz rejissor Mahmud Gammo nayti cho'ng kuch chiqadi. Endi qayta bizga mush obrazni qandaq yaratish haqida nurg'un analiz, nurg'un tushuntirishlarni qilib, bizning shu obrazga cho'kishimizga, obrazni yaxshi yaratishimizga bek cho'ng yordamda bo'ldi-da. Endi astoydillik bilan, samimiylik bilan o'rgatdi. Uningdan sirt bizning shu opera umigida monayt g'olluq, peshqadam, naytliqi, tajribelik artistlarimiz bek nurg'unda. O vaqtdagi artistlarimiz haqiqatan bir odam aymangidek bir artistlarimiz bor, ustozlarimiz. Ular faqat o'zining bilginini oymaydi. Ukam ma tekstni manda alsa, ma hissiyatni manda ifodalaysa, mani manda qilish vosita, man ish hammasi o'zining bildigini bo'lsa, oymay degandek shu bir-birlab samimiylik bilan o'rgatgandan keyin bara shu rolga cho'kib, har holda ish qilib oxirida bir qadar tomoshabinlarningki e'tirof qilishiga erishdim. Bu rolni bir qadar yaxshi o'ynab chiqdim deb o'ylayman. O'kindigan yerim nima desa, bu dramani biz repetis qilib, faqat generalni repetisdilar bu ilinib qoldi-chu ekranga, lentaga. Keyin bu o'yin pishib, toza mayvulib, bizmi qilishvozlik deganni nayt xelbi voyiq yetkizdigan, o'qiyalarni ajoyib atadigan hammamizning toza pishgan vaqtida bu ilinmay qoldi. Faqat o'zimizning shu operaning zalidilar bir generalni repetis kunilam madaniyat idorasidan kiriblam shu bir og'am bo'ldi. Keyin qarsak televizorga shu taqilib ketibdi. Uningdan keyin buni qayta elish vaqtlarda unchalik bir ko'ngil bilishlar yo'qmi ekan. Zodi har bir ko'rsam, ay ajab bir vaqtida keyin pishqanda ilingan bo'lsa bu bak yaxshi bo'ladi ekan. Keyin biz bak hammamiz shundaq bir pishib ketgan, yugurib chiqib qilish vaz qilsam, o'zimni shundaq rohat, o'zimni shundaq bir hilqi u hissiyotlar boshqa bo'ldi ekan. Biz dastlab hamda texi bir repetisini tamomlab bir kichkina o'zimiz o'z ichidalam bir generalni repetis degan kuni ilinib qoldi. Shu hech taqilib ketdi. Shu bir kiyim bilan, girim bilan tunji qitim birlashtirishimizda rahbarlari, nazorat rahbarlarininki nemisdan o'tkazish vaqtida qo'ygan petilam tarilib ketdi. Suratga ilinish xizmati baldırıp qolgan. U haqiqiy tomoshabinlar bilan andan keyin bir mezgil pishib, bir mezgil qo'ygandan keyin bu o'zimizmi shunchalik hayajonlangan bo'lib ketgan. U qilishvozlikni pishib, u o'qiya etishlar hammamizning hissiyot ifodalash gap so'zlar, naqshlar pishib yetilgan vaqtida yo'q. U vaqtda hammani naq maydonda o'rlaydigan bo'lgan ekan, shu naq maydonda ilingan naqsha, naq maydonda ilingan, bir im bo'lib qoldi. Shuning biroz o'kinishim bor endi. Amal yo'q ba'zi ishlarga bu ilqi san'at degan shundaq bir o'kinish bilan tugaydi ekan. Rahmat Gulbarada. Alloh hammamiz birlikda shu chin modan obrazni ekran orqali ko'rib boqaylik. Marhamat. Gamsiz qiz. Ko'ngil shodligim o'rniq. Qayg'u, alamlarga pot. Tova,
bakışla. Xuddi bana korkunçlu düştek değil. Yok. Çin modern. Sılıvanın kızı Zöhrak'ını bilmeyler. Onun derdi dolar. Özü güzelcem. Onda yamanlığı yok. Zık okugan mollu kız. O depmenlerinin derdi giydi bu. Makul bizler. Yok Leylihan ana. Ben halımayım. Van kızının ne etti? Bana beş kuldek ay. Dramadaki Çin modanın aşığı, cesur yigit, Merdan'ın rolünü Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrının pensioneri, dağlıq kino teatr aktörü Ahmet Ablamit oynayan. Ahmet'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama şu Çin modan dramasında siz Merdan rolünü aptikens, onda xosmuş rolünü ediş jaryanınızı bir sözlep beremsiz. Buldu. Aldı bilen sizlerge rahmet etmem. Bulup bu televizor aldı diki. Bizden sanat süyer. Tamaşalarımızga muş fırsattan faydalanıp otluk salımımını yollayman. Salamet bolonglar. Çin modern dramamızda 85-yili. Tuttuk. 85-yilları bizde emdi sahnege çıkışga qadam qo'ygan. Endi yosh bek güdek vaqtlarimizda. Bunun da bir 2-3 naqsı var deyim. Ben özümge en qiyin kelganil deb o'tay. Ben o burun naqshim etmagan ekan, onun üstüne bu naqshliq rollarni o'ynab baxmagan ekan, men eng ig'ir kelgani shu naqshsida. Naqshini etsaq, hissiyatdan chiqib qolgan, hissiyatdan nim qilsaq, naqshni unutib qo'yatgan, ish qilib ko'nmagan ekan, bek jafo tatdiq. Onun üstüne o yigit deganning rolini tunji oynashim. Abda shu Abay Gulbar naytı obdan deb qilib o'tib ketdi. O Mardammiza shu Qumulda shu jasur, mesela yirtqish hayvonlar bilan etishib, ovchilikmi qilib, ham mol boqadigan, ham aynda qaysar shunaq bir obraz o. Shunga mundaq jasur qiz bola unaga oshiq bo'lgan. Hatto hamda shunday bir obraz deb. Şunaqa bizmi hem asosiyatdan uning aş yigitligi, aş boturligi, Abay degandek aş qilish, vozlik qildigan aştaq narsalarga haqiqatan jiqchaba tekdi. Abay degimiz qo'ldirimiz, ba'zi u vaqtida Xudoyim aş rast qilish shiltdi. Rasmi aş rast qilishni yasab, ig'irligi qilishni to'mir qilish bilan ashna o'ynaydi. Hozirgi sap aş yog'ochni paqirib, so'lyaqlar o'ynaydigan ketdi. Ay resmi ot çıktı aşı can aşı ne bilene vursak. Şu vaxtda bazı favqulodda qo'llarimiz tegitdi. Adam ketib qolgan, yerlik ketib qolgan. Haqiqatan tunji o'ynagan narsalarimiz bo'lg'achqa birsi hayajonlanib, mangmishda bir rol taqsim bo'ldi deb hayajonlanganimiz bilan birga bisimmi nayt ig'irdan mujni Xudoyim o'yna olamizmi, qanday bo'la u qilib chiqib tirishib yurib ustazlarımızdan ki Abay degandek sen düşüp boğuşdu bu Hasan ma bak yaxşı oldu. Mani men bak yaxşı oldu. Endi meyen munda qilsam bu texim yaxşı oldu. Çünkü sen degen bir palvon, sen degen batır deb ustazlarımızdan yetaklishi, rejissörümüzden yetakli bilen ish qilib har holda endi shu rolni endi men Muvaffaqiyat. yaxshi o'yindimki deyman endi qolganga shu nima tomoshabinlarimiz bo'ladi-ku endi. Bulduğunda xo'samimiz birlikdan şu Merdan obrazını ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Gülbanım bu yüzü bak. Sen bak şu güleyen. Yetkizer muradımga. Ömrümge berip men. Beyitke beyitinden cevap berela. Apamның orduda turduğan bir dostu varken. O dostu ötkende Bağdaşqa vağında apamga bir dana halvaydan köynigini beripti.
Hepti ilgiri haşır dolga. Apamның şu köynekini kiygenligini görüp katı hakaretlepti. Çinmo'da. 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 Gözlerini asla. Çinmo'da. Nereden? Çinmo'da. İşkimizning saf muhabbetimiz bilan birga ketayotganligimga men rozi. Çinmo'da. İkimiz hak aldık. Kol tutuşup gidelim. Nereden? Çinmo'da. 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 Şu dramanın 5-ci pərdəsində bir görünüş var. Yəni şu Van ordusunun hərəmxanasınınki G'udari Appa xanımның şu Məcun yavağandan keyinki qızqarlıq görünüşləri bu obrazning kişinin esida qağıdak ağa artistimiz olsa Şinjan Sanat Yurti Opera Teatrının pensioneri, ataqlıq kino teatr aktyori Marpuğa Apay. Marpuğa Apay sılım şu dramada Appa xanımның obrazına ait vayıq yetkizib oynayotganliklari uchun xalqimizning shunchalik esida va shu rol elish jarayonlarini sizlab bergan bo'lsam. Vay Xudayım. O jaryanımını söylesem özemi kokap gittim ha. Biz Çin modanını koyumuz da rejissör zalgı çıkıvakanda. Hem de obrazlarını hemen tanıştırgan dikin karsam şu appakinimle oynaysızaydı. Mahmut. Ben kokap gittim. Onda мәжүні yap, mesulap kıyılıp bütün ordunu kılayımı kıldığa rolünü ben oynamayım ha dedim. Desem yaksız oynaysızdı deydi. Oy qındaq qılaman deb beşim qetib Әмтү Mərkamның yeniga kirdim. Әмтү Mərkam müştaq Çinmodan degan bir narsani qo'ydi ekanmiz. Oş buni мәжүні yap ordunu qılayım qıldıgan bir xotinning rolini oynaysa da men qandaq qılaman, uni men qandaq oynayman desem sen gayret qıl balam dedi. Sen gayret qıl. Çoqum oynaya alaysan. Mahmut sana işinip berip durmuş rolni. Sen çoqum ödüsünü çıqa alaysan, tiriş dedi. Çıkıp karsam bula birinci, ikinci perdelerini repetisi küçüp gitti. Oturup gittim boynumunu kısıp, gəm. Ben kandak okudum bulap seni de çıkımen dep. Şunun olan üçüncü perdeler kelgenmi teki Mahmut'a dedim. Mahmut, bana ruhsat kılınma repetisyonda otamay. Ben özüm tayarlık görey, ayrılmaya dedi. Sen makul dedi. Öyemge kirdim. Kirip işigimden hemen takıdım. Yalğız özüm, ballarım mektepte. Ay oturup degen mesop baktım, Məcun degenini yap baktım. Öyünün içi delden şıpışı kılıp baktım, kopup baktım. Fakat bir hiçbir. Hey, gəm degen küçüp gittim. Men muşundak çatkılıkını kılıp seni çıksam. Ay bütün xalq onu degan. Çava sendin çıksın, mahutunni yoktaylı dep vakırsın ben kandak kılamı. Taş atamdı, çam atamdı bizimle kısım ben kandak kıvam dep. Qattiq gəm qilib oturup la bir Şemşuva degen bir naqşı esim kep kaldı. Bu naqşını 55-56 yılları Qumuldan Aqpaşa deydigan bir xalq naqşısı var eken. Şu okuydu. Şu Şemşuva terkip dep Aqpaşa degen muş naqşını okup berse hemmeyle qiziqib anlaydık. Men şu vaqt ügünüp algan bu naqşını. Qandaq bolap men 80 nechinchi yil kelgan chaqda bu naqsh esim kep qoldi. Qumulning naqshi degandikin, Qumulning turmushi. Oturup öyemde Məcun içtim özümce. Mesut balıqdım. Bulapla tizimga urup oturup toxtagına. Esim qalmış Şemşuva terkip degen naqsh eylib kep qaldım. Şemşuvay terkipni isam Örsünür barım benim. Vay,
Örtünür ey barım benim. Aşağıdan muştak aytdı. Akbaşa degan. O qisam xeyli qımlışıp qalgandek turbatım. Şunun bilan 5-nji perdini repetitsiya qildigan bo'lib qapti ekan. Meni chaqirdi. Tayyorlig'ingiz bitdimi? 5-nji perdini repetitsiya qilamiz dedi Davuyan. Zalga kirsam degan bütün artistlar o'tirdi. Fikrim bor dedim. Sizga talabim bor. Hamma artistlaringizni zaldan chiqarib eting, andiki repetitsiya qilma bo'lmasa qilmayman dedim. Desem bo'ldi, chiqib ketinglar dedi. Mushik chiqib qapti zalda, rejissorning yanında. Rejissor qoldi. Mushikisi o'tirdi, yeyishib. Shuning bilan repetitsiya qilib beqing dedi. Men tillamanglar amsa dedim, zanglik etmanglar. Men o'zimcha bir narsalarni qilib chiqdim uyamdan. Yaram deme, yaramam deme, herhalde tillamanglar meni. Desem bo'ldi, qiling dedi. Endi taksaniga chiqib, mushtani qilib o'tibdi, mushtaqli qarasam, Mahmud degan kulib, hijib og'zima yakib qapti. Ma ikkisi o'tirib o'rindiqlarni o'g'iltiribdi. Men bo'ldim men. Yormayaptimanmi, yo yarab qolgandimanmi deyman. Oxiri o'zimning ashrolimni tugichilik repetitsiya qilsam, yarab qoldim. Çabuk ketdi bular. Rejissor degan qo'shib ketdi. Menga bundaq rol o'ynaysa demagan bo'lmasa, mesela bir mavzuga rol degan. Shuning bilan repetitsiya qilgandim. Har holda sahnaga chiqqan qadar repetitsiya qatnashdim. Endi sahnaga chiqadigan kuni kelgan chaqda beshimga osmon bola g'am tushib qoldi. Xalq teatrida qo'yamiz o'yin. Xalq teatrimi? Xalq teatrida qo'yamiz. Biletlar setilib bo'ldi. Bütün g'imim nima? Xalqlar tushasan deb vaqirami. Tosh atami. Eski oyoqlarini atami. Voy tushib ketsin, sen de xotin deb vaqirsan, men qanday qilaman degan g'am bilan chiqdim sahnaga. Chiqib o'zimni qo'yib o'tib turib bir o'ynagandim. Ma'lum ketibdi. Qiyo, chiya, chavak, olqish chiqqan ekan, yuragim joyiga tushib, xil yorg'an o'xshayman deb o'ynadim. Keyin taraqqiy qildim. Bu Şemsiva tarkibini aytsam degan o'zimni mas'ul ketilgan qoldi. Ma'jun yetmasa o'g'andakman o'tirib Şemsiva tarkib deb aytib. Ey Leylaxon. Mushtaq bir qiliqlar bilan o'ynadim. 100 meydan o'ynab bo'ldim. 100 meydan. 100 meydan tugagandan keyin men o'timni tosh bakken og'rib kelib больницада yotdim. O'timni operatsiya qilib 14 yil tikdim shan. Operatsiyadan chiqib texe. Biz endi jipini elib turadi. Boshliqlarim kirib o'tirgandi sal. Yotog'im uyamga. Astarlı deydi. Astar qanday qilamiz deydi. Voy nima astar devirslar. Men og'riqman desem mushtaq avtonom rayondan avtonom rayon qurilganligining 50 yil, 30 yilligiga Çingmo'dan dramasini o'ynab berishlar. Beijingdan Sayfiddin Azizlar keldi ekan, mushtaq rahbarlar keldi ekan dedi, degandikin. Beshimga g'am tushib ketmay yozsam texe. Medlab ketamay. Qanday qilaman deb to'xtaganlarga maslahat berdim. Men mushtaq yozsam men nemish qilib bera olayman desam, yolg'ir qildi, bir g'ayrat qila olasammi deb. Bo'ldi, men o'yinni paqay, to'xtaga. Men g'ayrat qilib paqay deb, astan o'rnimdan qopib doktorxonaga berib, doktordan maslahat oldim. Meni mushtaq sahnaga chiqishga majbur bo'lib qo'yapman, doktor. Meni bu emzdek jipini 2 kun bo'lganda og'ininglarga. Men sahnaga chiqsam bo'lamdi, bo'lmamdi desam, qo'shingizni ching bog'lab eting. Kuchli harakat qilishingizga bo'lmaydi. Mushtaq turiblar, oddiy harakat qiling. Diqqat qiling dedi. Ma'qul dedim. Sahnaga chiqdim, o'yin qo'ygan kuni. Men sahnaga chiqib oddiy harakat qilib o'zimcha mushtaq o'ynay olmaymanmi? Men bir artist bo'lsam, men o'zimni unutib qoldigan xotin bo'lsam va esimdimi yo'q qo'shig'imning operatsiya qilgan. Hech nima esimda yo'q sahnaga chiqdim. Oz burun qanday o'ynagan bo'lsam shunday o'ynadim. 4-meydan tugichilik mush qo'shig'im degan
İşte o jiplerini elip etkenden keyin. Kıp kızılıp gitki Abdüz Yusuf'ga gözettim. Gördün mü hakkama yani, körep kokap gitti bu adam. Anki Abdüz Yusuf'ga kelip, emdi bulmaydı, doktorun, emdi tutup al özanı. Ben bunun kosuğumuştak işip gitipti. Degen ki, ne boldu dedi, koymadık. Cemi 104 meydan oynadık. Şunun dekin bir aş ağırlık aş bir münasebet falan 3-4 ay demir ettim. Kışkadağı badın, dem aldım sakaydım. Emdi bu rol ne bana oynaş, iki xil hissiyatı geldim. Biri kalbi kılış, biri sende koğlanda öpüp getiş. Çokum xalq meni vaqıraydı, tıllaydı. Düşe var sendin. Nima qildigan xotin mavu? Çıksın dep vaqırsqanda qilani. Dep gam qilgandim. Undaq bolmadi. Undaq bo'lmay, hatta Janub Şinjanga bordik. Kucha oqsularni qo'ygan vaqtlarimizda haqlar 5-chi perdening beltini olamiz deb kelganlar bor. 5-chi perdening beltini olamiz deb. 5-chi perde men 20 minut o'ynayman aran. Men sende 20 minutlu bor. Başqasi yo'q. Ana shunday qilib bu o'yindimi bir g'alaba qozonib. Yaxshi o'ynagan. Shuningga hozir Chingmodan desa, hammadan avval shu Ko'rinishlar ko'rinish hammadanning ko'z oldiga keladi. Məcnişkən görünüşlər. Vay o məcunni yapması oğanlığımni, qanda qımlaştırğanlığımni özəmə his qılanmay qaldı məncimi. Ey Leylaxan, sasla. Yana barmı? Sasla. Bəli edib təxmində qılıb bitər. Çayını quydurup. Vağını qoğlaşlar üçün. Oy Van hocamını qoğlap Hocamını təxə. qoğlaşları. Oy mening bəxt qışım kep qopdu. Oy mening bəxt qışım dep qoğlasam. Oy kelingli dep çaqırıp əkersə adamlarını. Yoqtunlu ma xotun ne dese. Oy nimi degencik bəxt qışlab. Desem etcek dese netçe asker. Koltuğumda söylep çıkıp gitmezse senin aksına bəxt qışım bəxt. Mana Müsündə krallarım oynap getdim. Bu erkeklikkin. Adam bək cəlib qılan, hə? Burada biz muşu ko'rinishlarni Oppa xonimning ko'rinishini ekran orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Leylaxan, ha? Məcnunun aşkını var mı? Var. Ha, əkəslə. Mən azraq işib qoyayım. Ha, Mushundaq oldıraş günlərdə məclislər qandaq qılarlar? Ah, Leylaxan. Muşu günlərdə xapılığım işib getdi. Maruz qaldım. Əkəslə içək. Leylaxan, mənim könlüm içilib qalsın, qarıslar. Leylaxan, buna toz təmi çıxmazsa. Yəni, boz əkəslə. Həmmə sevək oturub qatdırırsın. Qısıqca. Eşqallah. Vay. Ay, yaşap kesler, Leylaxan, yaşap kesler. Hey. Oh. Şemşoyey, Türkip ne itsam, Tuğnur barım benim. Vay, tolğunur et barım benim. Leylaxan, ha? Oynasa, ha? Oyna Leylaxan, ha? Yandırır ey, meşrep kısarsam, Tolğunur canım benim. Vay, tolğunur ey canım benim. Leylaxan, ha? Ben küçükken oturayım ki sen. Şu bir işim sana. Katıdı Leylaxan.
Bağdaştın kelgen ahınım Çinmodan xanımga baxt tilab bir dua o'qib qo'ysam deydi. Çimoden lavitto. Tek oğanmaptı o da. Ha. Ahınım yana baxt amat işinin aşkıcı barmı? Sorabaqın suyuncusu çaçqısı barmı deb aytdi. Hecep gepim tügümeydiğim kelse. Aşk kısmı baken. Çaç kısmı baken dep koy. Nah çıkay. Hecep bir aram olduğumuzu koy benim. Ha? Oy, benim baxt kışım kep kapken karası. Hey! Men Hey, hey, benim Hey, teyze! Hoş. Lan ne mi yapma oğlum? Bakışımı bilmeptim ben. Oy bu bakışım közemge işki körünü vatandı. Hoy, 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 Ay, hoy! başımı hayır. Hey, kızım bana! Lan dur! Ay, benim bakışım güzel hiç. Oy bu nime diyen cık kuşlar bu. Hey, lan kızı yok at! Lan kızı! Yok at! Bakışım ne? Ben Ah! Gulbaradam shu Çinmodan dramasidagi biror naqshlar esingizdami? Naq maydonda aytib bergan bo'lsangiz. Ko'p naqshlar esimde qolmapti. Shu dastlabdagi bir naqshning beshi sal esimde turdi. Tağını tağladın egiz, Bağdaş degenning tağları, üstiga qorlar yig'ibdi ostida gul bog'lari. Üstiga qorlar yig'ibdi ostida gul bog'lari. Yar ishigida tursa Çinmodan içilgandek Caşiyede bir qilay deydi. Bunun bir naz bilen Çinmodan ko'nglimni alay deydi. Bunun bir naz bilen Çinmodan ko'nglimni alay deydi. Sen goya bağdaştın, en güzel renagını. Közü şeh nali xendan, zulbrey hansuni. Közü şeh nali xendan, zulbrey hansuni. Şikeste bir yolu. İntizar bulduğumuza İşkende bağdaş bulbuli. Yetkizar vesliye yar Nınçin muhabbet bulbuli. Yetkizar vesliye yar Nınçin muhabbet bulbuli. Bugun aytib ko'nglik mungdashdik. Shu dramadagi voqealiklarni bir esimizga oldik. Chiroyli naqshlarni aytib berdinglar. Rahmat sizlarga. Bundan keyin fursatlar bo'lsa, programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishga tashlamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Assalamu alaykum muhtaram ko'ruvchilar. Programmamizning Yosh Cho'lpon sahifasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Biz bugungi sahifamizda xalqimizning kuchlik olqishiga erishgan yosh talantli naqshchimiz, kuy elchisi Hazrat Ali Muhammad Tursun bilan suhbat olib bormoqchi. Assalomu alaykum Hazrat Ali. Va alaykum assalom. Programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Nurg'un ko'ruvchilarimiz sizning naqshlaringizni intayin yaxshi ko'rdi. Mening bilishimcha siz shu naqshi kasbidan muntazam tarbiyalanmagan-ku deyman. Shundoq bu savolni mendan bir jiq do'stlarimiz so'rab keldi hozirgacha. Men o'zim oliy maktabda ingliz kasb o'qigan. Ha. Ingliz kasb o'qidim, lekin o'zimning hamda qiziqishim burundan kichigimdan tortib hamda bakrak Naqsh etish. naqsh etish qiziqishim bakrak ortib ketdi. Shu sababdan shu naqsh kasbida izchil bo'laman. Hamda o'zim G'arb janub tarixiy neftikida ish joyida dunyoga keldim. Boshlang'ich to'liqsiz maktablarni, to'liq o'tirlarni shu neft bazasida o'qidimda. Undan keyin men hamda 12 yil Jaryanbek universal fanlarni yaxshidim. Sinf boshqalab o'qidim. Shu 12 yil vaqtning hammasida. Ondan mayl tarbiya bo'lsin, u vaqtdan maylananlikqa qiziqishimiz, o kichik vaqtlarimizda masalan boshlang'ichdim shuka, hozir o'ylab boqsam, nima bo'lsin qiziqdik. Nima bo'lsin men qilib boqaman dedim. An to'liqsiz chiqqanda sal cho'ng'oqlik vaqtida masalan sizga mayl tarbiya bo'lsin, mayl musiqa bo'lsin, mayl universal fanlar bo'lsin, uning mayliga universal tarbiyani asos qilamiz deb bakrak aktiv bo'ldik ekanmiz. U vaqtda asosan o'ylab boqsam, hamma fanlarni yaxshidim. Ondan to'liq o'tirdim, men tabiiy fansini bir o'qidim-da. Shu vaqtlarda masalan shu ijtimoiy fan o'qituvchilarim masalan sizga yana o'zining bir tushunish doirasi bo'yicha menga bo'lgan bir talab fikrdan yana qo'ydi. Siz ma tariqada o'qitasiz, lekin mandaraq bir so'zni tutsangiz men yaxshi bo'ldi degandek. Demak, tantarbiya o'qitishim, tantarbiya fansga qildi, musiqa o'qitishim, musiqa taraflardan qildi. Shunda bo'lganki, men bir kallamda bir aniq bir nishonim bo'g'chi o'g'arliq sal ikkilandimda, bu qaysi zot qanday men qaysi bakrak yaxshi taraqqiy qila olaman degan o'ylagan vaqtimda shu texim birlik o'zimning bir maydonim topolmaydigan holat kelib qolganman. Kallamga ozg'ishib ketibdi. Shu an to'liq o'tirda imtihon bergan vaqtimiz bo'ldi. Vaqtlar ya'ni shu mesela o'yitlarni bundoq alaydiga qarab baqsam, men tushunish alaydiga qarab baqsam bo'larmi? Meni shu bo'lsa asosiy fanlardan bir muhimroq o'ringa bir imtihon bersa, shu bo'yicha bir chiqish yo'lini topsa degandarak bir orzularim bor ekan. Ular bilan chiqib paranjamliq, lekin ko'nglim bilib turma. Unda shunday qilsam bo'g'dek deb o'ylab bundan to'liq o'tirdi, imtihon berdi, to'liq ushdi. U vaqtda shu Izirlik universitetiga ingliz kasbi keldim. Bu kasb intan yaxshi kasb, hammalar bilamiz, shunday jamiyatning o'rni shunday yuqori o'rinda, pek muhim kasb. Lekin endi men shu oliy maktabga kelib bo'lgandan keyin bunda yuragim tutib boqsam, men naqshga qiziqganman-ku. Shuning bilan ma vaqtida bir gapni qistirib o'tsam, men bir o'qituvchim, burun men tarbiyalagan bir musiqa o'qituvchim bor edi. Shu o'qituvchim shu to'liq o'tirib vaqtimda menga mushta bir gapni degan. Balam siz shu naqsh musiqaga bakrak qiziqsiz. O'zingiz haqiqiy bayqayapsiz. Bayqisingizmi lekin ikkilanmayapsiz. Bo'z mushtingda siz o'qisangiz haqiqiy tarbiyalansangiz ham yaxshi bo'ldi. Keyingi vaqt cho'qim mush yo'l minib qolasiz, men cho'qim izlab kelsiz deganligini men izladim. Keyinchi oliy maktab chiqib bo'ldik. Bir nechalarni o'qidik, bir necha yil o'qib shu orliqlarda shu baytmaslik degandek shu ko'nglimni haqiqiy yurkim tutmoqchi men naqsh musiqa ortib ketdi. Shunday maktablarda o'qidim. Ondan asosiy yana maktabning sirtqi vaqtlarimni sirtda shu o'zim shu tarafda bir tarbiyalanaman, o'zimga bir yo'l ochaman, texnik bir yaxshi bir san'at sohasida yaxshi bir ishlarni qilaman deb izchil atrofdan terishdim. O'zimning maktabda terishib mandim. Ondan maktab bitirgich bo'lganligida ancha-muncha sirtlarda naqsh etdik. Nurg'un japalarni tatdiq, hamda u japalar so'zlasam pek sechiq. Hammalarninki nurg'un hikoyalar bo'ldi hamda. Lekin men shu vaqtlarda ba'zilar boshqa vaqtlarim bor. Bo'ldi, o'qishim bilan o'qaychi, naqsh etmay deb. Lekin men uning yana mayl atrofimda do'stlarim bo'lsin, mayli o'zimning irodasi bo'lsin, yana bir xil ilhomlarni berib ketdik-da, o'zim ilhom berdim, bo'ldi, voz kechmay, texnik tirishib boqay. Cho'qim bir yerlardan mush orzuyim bilan bo'lsa, cho'qim bir yerlardan chiqaman deb. Shuning bilan 2009 bitirdim o'qishni. 2009 bitirgach o'g'irliklarda mush Urumchida ba'zi restoranlarda, kesh klublarda biz naqsh etdim. O'rgandimda shu vaqtlarda ovozim ichilmagan bo'lsa, texnik bir mashq qilib, aşkım nurg'un japalar bilan bir tarafdan maktabda o'qidik, bir tarafdan kechasi naqshlarni etdim, o'rgandim degandek ishlar bo'lib o'qish bitirdim. Bitirgandan keyin endi izchil yangicha bir orzu armonlar bilan yana shu musiqa, naqsh musiqasini muqim tutib nima
Demak, shu oliy maktabda garchi ingliz tili kasbi tarbiyalansangiz-mu, darsdan sirtqi vaqtlarda shu musiqa tarbiyalanish jihatda o'zingiz tirishchilik ko'rsatib hozirgacha yetib keldingiz shundaqmi? Albatta, mayli qaysi kasbni qilaylik, shu kasbni o'ziga tushliq jafosi bo'ldi. Nurg'un qadamlar bo'ldi, shu qadamlarni besib hozir holatga kelgan jarayon ketadi. Hazrat Ali, siz 2008-yil shu Navo programmasiga naqsh etdingiz, mening bilishimcha. Demak, naqsh hayotingiz shundan boshlandi deyishga bo'lamdi. Naqsh hayotimsa bo'lmaydi, ekran hayotim shundan boshlandi. Lekin men bayatın deganda kichikimdan tortib naqsh etdimcha. Hamda mayli sabiy vaqtlarim bo'lsin, mayli o'quvchilik davrim bo'lsin, mayli bayatın deganda oliy maktab vaqtlarim bo'lsin, mukammal chiqarib cho'ng bo'ldiqda bag'an sir men cho'qim yaxshi etman, cho'qim yaxshi qilaman degandek shu orzularım bilan naqsh etdim. Ondan bayatın deganda siz degandek 2008-yilda ekran hayotim boshlandi. Tunji ekran chiqdim. Tunji ilhomlarga erishdim, cho'ngroq bo'lgan. Masalan 2008-yili shu Qarliq studiyasi Şinjan televiziyasi bilan birlashib qolgan 12-chi son Navo programmasi bo'tdi. Shu programmaga shu bir umid uzumdim deb bir naqshda qatnashdim. Nurg'un bolalarning yordami bilan, ilhom bilan qatnashtirdim. Shuning bilan bu naqshamni Bak moda oldu shu davrda. Shu bir tarqalgandan keyin işte qarindoshlarimiz yaxshi ko'rib angladi. Shuning bilan menga cho'ng bir ilhom bo'ldi. Ham tunji bir sahna hayotim bo'lgan ekan, men qila olayotganman, unda o'z texnik bir terishay. Ham işte qo'llayotgan ekan, texnik bir ko'proq naqshlarni aytib baqsam, plastiklarni chiqarib baqsam, qarindoshlarimiz texnik bir huzurlansa, men shu ishni qilasam nim degan yaxshi bo'ldi deb ham o'zim orzularim shu bo'ldi. Ashta boshlandi. Ondan 2011-yili esons banki siz suratga naqshsiz chiqib bergan men uchun degan plastikamni chiqardim. Esimda tunji plastikamni so'rayman. 2011 men uchun degan plastikamni chiqardim. Undan keyin o'zim tunji albomim bo'ldi. Uni chiqargandan keyin nurg'un o'yinlarga mangdim. Masalan, men tushunmagan nurg'un ishlar borkan tuxmasan, Janub Shinjang, Shimol Shinjang nurg'un o'yinlar, masalan, yeziq qishloq deymiz berib, nurg'un qarindoshlarimiz bilan fikrlashdim. Nurg'un bilmaganlarimni o'rganib, tushunib, ularning mayli anglash saviyasi, yaxshi ko'rish saviyasi, masalan, qaysi naqshamning narini yaxshi ko'radi yoki qaysi naqsham yaxshi ko'rmidi. Ondan masalan sizga shimolliklar qaysi yaxshi ko'radi, janubliklar qaysi yaxshi ko'radi degandek har turkum qarindoshlarimizniki o'zining shu sodda samimiy fikrlarini elib, yana bir ilhom turtkisda, men ma taraflarimni yaxshi qilaydi, ma taraflarimni texmo joriy qildirsam bo'ldi ekan, ma yetarlilikni tashlasam bo'ldi ekan deb yana bir ilhomlar bilan ama shu 2013-yili men bilan degan plastikamni tarqatdik. O plastikangizmi shundaq ko'rmalarning yoqtirishiga erishdi. Bu plastikamni nurg'un qarindoshlarimniki men bilan tam o'rtaq kuch chiqarish bilan o'zim mabahsilib qilganda, mana bu 2011dagi men uchun degan plastikamni Qarliq studiyasi mabahsilib qilib bergan. Shular tarqatgan hisobda. Mana bu men bilandan tortib, o'zim butun mabahni o'zim sab o'zimning shu orzularim bo'yicha mandaraq tariqida bir plastik tayyorlasam bo'lgan deb, ondan men hamkorlash qarindoshlarim atrofimga yig'ib, ular bilan yaxshi fikrlashib, ularning o'rtaq kuch chiqarish bilan menga 2013-yili men bilan degan plastikni chiqardik. O plastikam shunday yaxshi qarindoshlarimizning shunday yaxshi bir baholarga erishib, menga texnik bir turtkunlik ilhom bo'ldi. Rahmat bo'ldi. Undan keyin shu suratli plastiklarni chiqardim. Başdan axir diqqət qildingiz, men ilhomning gapini qo'yatmanda hozir haqiqatan başdan axir men ilhomdan berayotgan bo'lgan qarindoshlarimiz, men texim suyunib, men barga to'xtab qolsam bo'lmaydi. Mayli qancha jafo mushaqqat bo'lsa, men texim shuni yangi asosda yana yangi naqshlarni, yangi plastiklarni chiqarib tursam bo'lmaydi deb o'zimga shu ilhomni berib, endi qanday qilishim kerak deb, ikki plastik chiqarib bo'lgandan keyin bu vaqtim bir kechilik qilib boqqan bo'lsam deb Nahmadan kechilik qildingiz. Bir muzika trat dostlarimiz bilan bir hamkorlashib tashkillanib 2014-yili 10-oyning 11-kuni bir naqmaydan naqsh kechilik qildik. Bu kechilikda bir necha naqshimiz haqiqiy shu muzika tartibimiz bilan qila oldik. Ondan qolganlarini oldin tayyorlab olgan bizning tankash muzikalar orqali naqmaydan o'rnalib degandek mushta bo'ldi. Asli bu kechilikimda men butunlay hamma naqmaydan qilmoqchi edimda. Hamda u ba'zi sabablarni desam yana gap chiqib ketarkan, nurg'un bir sabablarimiz bo'lib qoldi. Men tunji kechilikim bo'lgan ekan. Arzuyimiz shu. Lekin ba'zi bir ishlar buzilib ketdi yoki ba'zi ishlar ko'nglimizlik bo'lmay qiliblar. Sharoit sababdilan o'yin asqanchadan qisqartirdik-da ba'zi naqshlarni. Bo'ldi, mancha naqshninki muzikasi naqmaydan chilinsin, naqmaydan aytilsin. Yana mancha naqshninki shu oldin tayyorlangan tankash muzikaga, yana muzika tartib, yana ustikdan chag'an asosda yana men naqmayda o'rindab ishlar bir qilayildik. Uningmi
ustoz san'atkorlarimiz yoki meniki o'zimniki tan qurdosh naqshchi esil do'stlarimizni taklif qildik. Bu kechilikimni qildim. Ondan bu 3-chi plastikam bo'ldi-da, buning plastikasini 2015-yilda taqatdik. Buni men o'zim mablag' solgan kechilik bo'ldi, o'zim mablag' solib taqatgan plastinka bo'ldi. Taqitishni Dilkuy Yunus markazidan deyishdik. Buum chiqqandan keyin abayqidagi yana shu yodlab olgan gapim emas, lekin yana shu o'ylasam ko'z oldimga ham ishtiqlam shu ilhom kelyapti-da. Yana buum bak yaxshi bo'ldi. Bag'an sirchi o'zimni bir xil o'zimdan alqayotgan, azroq bo'lsin bo'liqi. Bak cho'ng qadamni mangsammo, sal puxtroq, andan aldirmay mangotgandek bir o'zimga bilinib, andan muhapilasigini kiyim yana nurg'un ishlar bo'ldi. Unda men nurg'un ilhomlar keldi. Onun degan qanday qildim desa, hozirgacha ta bugungi kungacha bo'lganlikda mush Urumchida qildim mush kechilikni. Bo'lsin shu kuchimiz yetib butun Janub Shimol Shinjongning ham joylarida qo'yib boqqan bo'lsam deb, andan mush plastinkaga mush 3-chi plastikamdagi mush kechilikimni men bayatni siz degandek hamma naq maydon chalanmadik-da. Abay dedim sizga ba'zi ishlar buzilib ketiblar, yerimni qisqartirdik. Shunga bo'lsa butun Shinjong bir haqiqiy bir opirlaymışni deb mush o'yin qo'yishga ijozat berilgan har qanday bir noy shaharlarga olib bordim. Asosan ham joylarda shu muzika tartibimiz bilan naq maydon naqsh kechilik qildik. Xalqimiz bilan xush bo'ldi qarindoshlarimiz. Shu naq maydon muzikaning huzurdan haqiqiy huzurni oladigan, bizga haqiqiy ilhom beradigan bir kuch qo'shdi-da bizga shuning bilan hozircha chiqib asosan ham joylarga qo'yib keldim. Demek siz muşu mayli plastinkalarni chiqaran yoki bo'lmasa shu naq maydon kechiliklarni qiling, mush kasbni qilgan seri, mush naqshni aytgan seri o'zingizga bir ishonch turg'izildi. Shuning bilan texmo mushu ishonch, rag'batlarning kuchida texmo uzluksiz tirishasiz. Ondan yana birga mush qarindoshlarimiz izchil qo'llayotgan bo'lgan-ki, madad berayotgan bo'lgan-ki, o'zimni texmo bir yengay, o'zimdan bir alqay. Mesela her bir yıl qilgan ishimlar, yana bir qilgan yilimdagi ishimdan bir farq bo'lsin. Ondan bu farq bak alqib kesmi, bizning qarindoshlarimizni o'zimizniki anglash saviyamiz yoki yaxshi ko'rish taraflardan sal alqib kessammi, xalqimiz meni yaxshi ko'rmay qoldi-da. Xalq mening qaysi tarafdagi naqsh aytishlarimni, qaysi uslubimni yaxshi ko'rdi. Men cho'qim shu bo'yicha ma'lumsam, xalq meni aytib men cho'qim shu bo'yicha taraqqiy qilishim kerak. Onda buni faqat suhbatlayapti. Yildan-yilga suhbatlab mesela sal xalqaralashtiruv ba'zi ishlarimizni, mesela akkordlashtirish bo'lsin, mayli uni unumlash bo'lsin. Anda mesela bayatdan degandek muzika tartibimiz degandimi, hamda mayli faqat o'zimni yengay deplab naq maydon qo'yapman-da hozir. Chunki ash burungi ishimdan sal farq bo'lsin, shuni bir qilay, bizning qarindoshlarimiz mush sharoitini mushcha qila olibdi, bir huzurlansa, mening degan yaxshi bo'ldi deb shu orzu armon Turkiston qildik, lekin yaxshi bo'ladi hozir. Ham ishlarim yaxshi. Abay shundaq bir to'g'ri gapni qildingiz, o'zimdan olqay deb. Shu hozir yoshlarda raqobat eng, yoshlarda bizda shu raqobat eng bek kuchli, lekin qarg'ularcha bir raqobat eng paydo bo'yatdi. Masalan, palanchidan yengish yoki boshqalardan yengish va hargizmi o'ylaqay men o'zimdan olqib chiqib baqaychu, burunqi o'zimdan biza taraqqiy qilib baqaychu deganni o'ylasak, qanday texim yaxshi taraqqiy qila olamiz deb o'ylayman. Hozir taliyam ishimiz bir qurdosh hisoblanamiz. Men o'qish bitirib o'qiyotgan vaqtlarim, men o'qish bitgan vaqtlarda nurg'un kechiliklarga riyosatchilik qilganda siz naq maydon naqsh etgan shu vaqtidami sizning naqshlaringizni xalqimiz intayin yaxshi ko'rgan, aytib muvaffaqiyatlik chiqqan naqshlaringiz bor. Bu jarayondami shu siz tek vaqtda plastinka ishlab chiqqanmagan vaqtlaringizmi, mayli kechiliklar bo'lsin, mayli programmalar bo'lsin, aytgan naqshlaringizni intayin xalq yaxshi ko'rgan. Siz shu yaxshi ko'rish xalqning qo'llashida texim tirishib hozirgidek bir mayli cho'nglar bo'lsin, mayli yoshlar bo'lsin, intayin yaxshi ko'radigan bir naqshchiga aylandingiz. Unda xo'sa sizningmi nihoyat bir go'zal orzu armonlaringiz bo'lishi mumkin. Rahmat, mening shu orzu armonlarim qisqa qilib aytsam, tenim salomatlan bo'lsa, atrofim butun urug' tuqqanlarim, qarindoshlarim, do'st birodarlarim omon eson bo'lsa, birinchi tenim salomatim hech qanday chiqib bo'lmaydi. Tenim salomatlan bo'lsa, bundagi mush kasb izchil mangab, bayatni degandek mayli bak birsini o'zimga nishon qilib men ananda o'tib ketaman, undaq degan men hozir rost o'ylab baqaman. Mara samimiy gapim. Men faqat o'zimning burundan oddiyllikdan bag'ansalik murakkablashib, asta-asta mangotgan shu odatlarimning hammasini huzurni olaymancha o'zimdan. Men chunki hammaning plan bu ishlarni men xumorlik qilib, tadqiq qilib bu ishlarni o'zimning tushish doiram bo'yicha qiziqishim bo'yicha tadqiq qilmoqdaman. Anda bek cho'ng'iliq bir yerga eslolmayman. Har bir qilgan ishim o'zim ig'ula olsam, shunda bir azroq o'zim bir natija chiqara olsam, qadam asta mangsam deb o'ylayman, puxtmansam deb o'ylayman. Bundan keyingi orzu armonlarimni bek ko'p.
to'xtamay plastinkalarni chiqargan ba, sifatli plastinkalarni. Ondan müştaq naqshkechiliklarni mo to'xtamay hamma joylarga qo'ygan ba, ondan bo'z O'rta Osiyoga tarqi qilgan ba. Chiqib arzormalar bek chiqdi desam, hozir ko'nglimga bek chiqib arzormalar ketib bordi. Chiqilmish kasbda haqiqiy mang'im ba, qarindoshlarimizning meni izchil texnik bir qo'llab berishini, menga madad berishini umid qilaman. Men qarindoshlar uchun baytin degan tinim salomatlar bo'lsa, texnik nadir yaxshi naqshlarni, plastinkalarni chiqarishga har vaqt tayyor turman. Rahmat Hazratali, abay siz deb o'tgandek shu o'zininki utuqlardan hozirlanishdan ortiq go'zal tuyg'u bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Mening bilishimcha, sizning bu musiqadan aytib bir umoq bir farzandingiz bor bo'ldi. Sizning burunqi plastinkalarni ishlagan, kechilik qilgan vaqtingizga hozir sizning bir mukammal oilangiz va ayolingiz va farzandingiz va bu ishga jarayon o'xshamaydi. Endi siz bir dada bo'ldingiz, yuksak bir mas'uliyat tuyg'usi bo'ldi-da oilaga nisbatan. Lekin bu kasbni qilmasangiz bo'lmaydi. Bu jihatdan mening bilishimcha ayolingizning shu kasbda utuq qozonishda belgilik roli bor deb o'ylayman endi. Mush fursatda. To'g'ri shu, albatta. Mush fursatda ayolingiz deydi yurak so'zingiz bormi? Mening endi turmushimdan gap chiqib qoldi. Masalan, men ayolim bilan shu oliy maktab vaqtim tunishib, mening har bir taraqqiyot vaqtimni uqdichu. Başına axir men guvohchisi. Anda menga bir ilhom berdi. Burundan meni bayqagan desam bo'ldi. Men mayli tushkulishib qolay, mushu kasbda. Mayli bek hayajonlanib ketay, har vaqt menga yaxshi baholarni berib tura oladi. Meningcha bunda bo'ladi, meningcha shunday yaxshi bo'ladi, texnik bir g'ayratman degandek. Endi oila qurgandan keyin yani izchil shu burunqideklam meni shunday yaxshi qo'llab, eng muhim ko'rdig'ini ham mening kasbim desak bo'ldi. Shunday meni eng zo'r kuch bilan qo'llatdi. O'zim shu asosan mening ishlarimni ratlab, mening ishlarimni texnik sistemali qilishga tirishib, o'g'limning o'tishdan yaxshi chiqib, mayli mening uyimdagilar bo'lsin, qiynab qo'llarimni yaxshi kelini bo'lib, mayli o'zining uydagilarning bo'lsin, hammalarning chiqib, balimizdan yaxshi xabar olib, meni xotirjam qilib, hamma jihatdan menga kuch qo'shadi. Mush fursatda oilamdagilarning hammalarga, mayli ota-onalarimiz, urug'-tuqqanlarimiz bo'lsin, mayli ayolim bo'lsin, o'g'lim bo'lsin, hammalarga rahmat deyman. Hazratali, sizning shu naq maydon kechiligingizni nihoyat muvaffaqiyatli chiqqan kechilik deyishga bo'ladi. Hamda o'zingiz dedingiz bu kechilikni qo'yish jarayonida ba'zi sharoit sababli sizlar o'ylagandek bir mukammal chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin bizning kan ko'rmalarimiz intayin yaxshi ko'rdik. Mumkin bo'lsa shu naq maydon kechiligingizdagi bir naqshini hozir qilmish programmamizga naq maydonda aytib beramsiz. Bo'ldi? Marhamat. Men shu 3-plastikamdagi shu naq maydon naqshchiligimiz qilgan vaqtda rasm desamda bir naqshimiz bor. Shu naqshdan azroq o'rnatay. Bo'ldi. Üzüp bergin desem, üzüp birey yar. Aynilip birelmeymen, rastını desem. Çindilimden söygünüm rast, başkası yalgan. Sana ölüp birelmeymen, rastını desem. Diye söygünüm rast, başkası yalgan. Sana ölüp direnmeymen, rastını desem. Süyermen sana yarım, süyermen seni. Bundan başkası yalgan, rastını desem.
vatanim yurtumni tashlab yiroqlarga ketolmayman rostini desam sening uchun ota-onam yurtimni tashlab yiroqlarga ketolmayman rostini desam Kuyarman sana yarim, suyarman seni Undan başkası yalan, rastını desem Undan başkası yalan, rastını desem Rahmat gaplarınız için. Rahmat Azizali nayt mo'nliq naqsh etib berdingiz. Shuni bilan birgamish programmamizni texmo yuqori pallaga ko'tarayotdingiz qizg'inligini. Bugun nayt ko'ngilli suhbatlashdik. Balkim ekran oldidagi ko'rmalarimizni bugungi suhbatimizni ko'rgandan xushal bo'ldik deb o'ylayman. Qimmatli vaqtingizni ajratib programmamizga kelganingizga rahmat. Sizning bundan keyingi san'at hayotingizga texmo utuqlarni tilayman. Rahmat sizlarning mush qarindoshlar bilan mush fursat orqali bizni texnologiyamizni yaqin qilamiz deb bizni daytimizga taklif qilganinizlarga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, baxtli bo'ling. Xalqimiz Saydullam To'xtaning Uyg'ur san'ati uchun qo'shgan to'hfasini mangu unutmaydi.